SV elektroperedachniy oporlar qolipi 11 metrlik. Asosan glavniy ishi 11 metrlik oporlar chiqaradi. Tak 9,5 metrlik, 10,5 metrlik ham o'zgartirsa bo'ladi. O'zining nasatkalari bor, qo'yilsa. Bu ham maxsus deb aytsak bo'ladi, chunki o'zimiz qilganmiz buni. O'zingiz yasaganmisiz? O'zimiz qilganmiz. Zavodskoyga o'xshatib yuboribsiz. Kim zavodskoy narsa bu? Endi zavodskoydaqa. 5 tonna ko'taradi hozir mana shu turishda. 5 tonna. Necha metr eniga bu hozir? Hozir 16 metr eni. 16 metrga. Shularni komplektatsiyani ichiga qo'shib qilib berishimiz bo'laveradi. Aynan shuni o'zi kerak bo'lsa ham aloqaga chiqishaveradi. Albatta. Assalomu alaykum. Eldorado har doim yangi narsalar. Bu nima ekan deyapsizlarmi? Bu kamyob narsa akalar. 11,5 metrlik 5 tonnalik metal prujinani ustida turibdi. Qaranglar, lapanglatyapti. Va suvdan andoza olsalang bo'ladi haligi. Qimirlayotganligini ko'rsatlang bo'ladi. 5lik listdan yasalibdi. Bu nima? Bu o'zbekcha qilib aytganda stalba ishlab chiqaruvchi uskunamiz. Birdaniga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta 11 metrli o'sha ko'chalarda visokovoltli stalbalarni ishlab chiqaradi. O'zbekchasiga sim yog'och bo'ladi, lekin bu yog'och emas, betondan chiqadi. Xo'p, buni ichiga armaturani bilsalaring qizdirib cho'zib solinadi. Bizda холодный cho'ziladi, damkratda deyishyapti mana. Bu variantda qizdirib cho'zilar ekan. 11 metrli armatura bunga tashlanadi. Bu svarka apparat. Svarka apparati kattasi. Mana bu yerdagi armatura elektrod vazifasini bajaradi-da, u yoqdagi bilan qo'shilishganda plus minus tegib amper yuqoriga hisobiga armatura qiziydi, cho'q bo'ladi-da, 11 metrli narsa 2-3 minut ichida 11.5 santi bo'lib qolar ekan. Shuni iladiganlari bilan olib turib bunga qo'yiladi. Qo'yilganda shu qisib qo'yiladi, sovigandan keyin qaytib armatura to'rttasi tarang holatda turadi. Shu darajada tarang bo'ladiki, gitarani tarangidan ham tarang, rosa qattiq tarang. Keyin buni ustiga manaqa maxsus simi bor, o'zi to'rlik. Shuni maxsus uskunasi bor. Men zavodskoy deb o'ylasam, qo'lda yasab qo'yibdi, qarangda. Toza zavod qilib qo'yganda, iplos yomon haligi odamda bu. Mahmudjon aka o'ttaligi ishiga pishiq, ipidan ignasigacha hisob-kitob yozib, chizib qiladi. Sertifikat yo'q xolasda buni. Bu shunday zavod bilan tortishaveradigan narsa. Bundan haligi prujina bo'lib o'tadi. Buni orasiga qo'shib yuborib, rastvorni solib, betonda masalan 500 markaligidan uradigan bo'lsangiz, quyadigan bo'lsangiz, o'sha 500 markani saqlab qolish uchun bunga parni mana shunaqa kotyol bo'ladi. Soatiga 30 kilovat rasxod qilar ekan. Katta davleniya bilan buni ichida o'zini yo'li bor. Par beradi. Parni varlatib berganda qizib umumiy 9 soatda tayyor stalbani olib qo'yib ikkinchisiga harakat qilinaveradi. Foydagarligi deganlarga endi bu akalarimiz uskuna yasaydi, beton quyib sotishmaydi. Endi xotinlar mahallada gapi bo'ladi-yu, 50 foyda qiladi-ku deydi-yu. O'shanaqa foyda qilsa qiladigan joytidan. Ya'ni bitta stalba hozir 1 million 200 ming bo'lsa, 600 ming, 700 ming nari beri bilan o'sha standart holatda chiqarsa bo'ladi. Borani 800 ming chiqargan taqdiringizda ham siz 1 million 200 ming emas, demak 1 million 300 mingga, ya'ni mustahkam narsa sotayotganingizga ishonib sotaverasiz. Bu Tojikistonga ketyapti ekan, kimga kerak bo'lsa mana ko'rsatgan hamma komplektlarimiz bilan birgalashib tayyorlab berishadi. Bu normal biznes akalar. 10 ta anaqasi bor. Vibratori bor 10 ta. 3 kilovatdan 10 ta, bir yog'ida 15 ta, u yog'ida 5 ta. Umumiy 30 kilovat rasxodi ham bor buni. Shunisi ham hisobga olib qo'yasizlar. Ekranda raqam qoldiryapmiz. Video davomida usta Mahmudjon akamiz hammasini aniq, tiniq, zo'r qilib tushuntirib berishadi. Yana ham bir necha soniyani emas, like tugmasini bosib qo'yasizlar degan umidda, yaxshi gumonlarda videoni boshladik. Andijon Asakiga kelganmiz. Max Beton maxsus qoliplari, vibro presslari tayyorlanadigan ustaxonadamiz. Bu akamizni anchadan beri reklama qilamiz. Ishlari bir-biridan go'zal, aqlli bir xalqqa, elga manfaatli uskunalarni tayyorlab kelishyapti. Hozir sizlar bilan yana navbatdagisini ko'ramiz. Men oldin bunaqasini ko'rmagandim. Birinchi ko'rib turishim, zavod qilib qo'yishgan gap bo'lishi mumkin emas. Hozir hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahmudjon aka, charchamayapsizmi? Salomatlisiz. Rahmat.
Juda go'zal ishlar aka. Ha, sekin-sekin harakat qilyapmiz, rivojlanishga harakat qilyapmiz. Ko'z temas aka. Alloh barakali qilsin. Xo'p, mana bu narsa ham buni davomi ekan. Sababi bu yerda hozir menga juda qimmatli ma'lumot aytishdi. Betonda markasi 500 bo'lsa, buni quyib qo'ysangiz, turgan sari pasayib qoladi-da. Par bilan pishirganimiz hisobiga markani ushlab beradi deyapsizmi? Ha, shunaqa. Zo'r. Bu SV elektroperedachniy oporlar qolipi 11 metrlik. Asosan glavniy ishi 11 metrlik oporlar chiqaradi. Tak 9,5 metrlik, 10,5 metrlik ham o'zgartirsa bo'ladi. O'zini nasatkalari bor, qo'yilsa. Ha, buni uzunroq, qisqaroq qilsa bo'ladi. Bu vibratorlari bular. Hozir bu to'liqligicha siltinadimi bu hozir? Shu 11,5 metrlik narsa? Ha, to'liqligicha siltinadi. Nechta tonna bu? Bu hozir 5 tonna. 5 tonna. 5 tonnadan sal oshigan bo'lsa kerak. Hozir unga ustiga quyilsa yana qo'shiladi. Albatta og'irligi oshadi. Bu hozir 10 ta motor qo'yilgan, 30 kilovat motor. 3 kilovatdan 380. Qimmatlatib beradi shuni. Ha, shu o'zi vibrastol vazifasini bajaradi. Rastvorni quygandan keyin parageneratorda olib kelib pishtusurga ulanadi. Maxsus tochkasiga ulanadi. Tak 5 soatda tayyor bo'ladi hisobda. Qurib tayyor bo'ladi. Qurib tayyor bo'lmaydi. Общий yetsa bo'ladi. To'xtatsa parni berish to'xtatadi 5 soatda. Parni berish to'xtatadi, salafanni o'raq turadi. Ya'ni 2 soat, 2,5 soat turadi. Salafanni yechgandan keyin sug'ursa bo'ladi. Sug'urib boshqa yerga ikkinchi marta quysa bo'ladi. 9 soatda chiqadi xullas. Bir kunda bemalol ikkita quysa bo'lar ekan. Ikkita quysa bo'ladi. Tushunarli. Mana maxsus nasatkalari, mana maydan ko'rsangiz osonroq ko'rinadi. 11 metrlikda mana shu nasatka 9,5 metr qilib beryapti. Mana bu kichkina nasatkasi 10,5 metr qilib beryapti. Oxirgi tochkamiz 11 metrda qadalar. Ha, bularni qo'ymasa 11,5 metrlimi? Shunaqa uzun stilba chiqadi. Umuman nasatka yo'q bo'lsa, uzun 11 metrli visokovoltli chiqadi. 11 metrli. Ha, visokovoltli chiqadi, undan keyin 9,5, undan keyin 10,5 chiqadi. Ha, shu manual stilbalar chiqaradiganmi bu? Ha, mashlar. Mashlar visokovoltli. Ha, bu tomonda ham 5 ta motor, u tomonda ham 5 ta motor qo'yilgan. Mana shu tusur o'rtadan berilgan. Вообще zo'r chiqibdi bu. Nimadan tayyorlangan? Metal qanaqa? Metal 5 yillik listdan tayyorlangan, 12 li shveller, 36 dug' tavr. Prujinalar, rossiyskiy prujinalar, hamma metallar iloji boricha rossiyskiy ishlangan. Vibramotorlarimiz Xitoyniki, lekin Xitoy avtomat kalashnikdaqa ishlaydi. Da? Ha. Zo'r ishlaydi, chunki men buni 10 yildan beri ishlataman. Hamma o'z bilan so'nggi presslarimizda ham asosiy kolsa kolodoslarda ham shu ishlanadi. Sinovdan o'tgan? Ha, sinovdan 100 ga o'tgan bular. O'zi odamni qaritadigan uskuna bo'libdi. Ha, shunaqa. Endi bunda tokizda o'zi qanaqadir kamchilik bo'lmasa agar ishlaveradi-da bu. Ha. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xudo xolisa. 5 ta qilib ulanadi. Endi yaxshi elektrik bo'lsa bo'ldi bunga. Tak, endi bu yerda bunga mana shu armatura bilan provolkani o'rab qo'yadigan, sim tortadigan bu ham maxsus deb aytsak bo'ladi, chunki o'zimiz qilganmiz buni. O'zingiz yasaganmisiz? O'zimiz qilganmiz. Zavodskoyga o'xshatib yuboribsiz. Kim zavodskoy narsa bu? Endi zavodskoydaqa. Zavodskoy desa ham bo'laveradi. Sertifikat yo'q xolos. Ha. O'zi zavod. Hozir shuni o'raydi, simni tayyor qilib o'rab bergandan keyin bu yoqqa solsa bo'ladi. Endi mana bu armaturani orasidan soladimi bu simni? Ha, 4 qator armaturani orasidan provolkani tortib yuboradi, prujina qilib tortib yuboradi. Shuni armaturani qizdiribmi, cho'zib soladi, uni tushuntirib berasiz. Uni tushuntirib beraman hozir. Parageneratorimiz mana bu 30 kilovat. 1 soatda 30 kilovat tok yoqadi. Soatiga 30 kilovat tok. 50 kilovatgachasi bor, buni 30 kilovat qilganmiz. Endi bu yerdan yana ozgina kamaytirsa bo'ladi. Tushunarli. Va mana parti beradigan joyi. Imенно shu parti berayotgan videosini ilojisi beraman, shu oraga qo'yib ketsangiz agar ko'rsa bo'ladi. Katta udar bilan chiqadi par. Keyin mana bu ham maxsus qo'shimcha stanogi. Svarka apparati? Yo'q, bu armaturani cho'zib beradi, qizdirib. Tak холодный tortadi-yu, agar ko'rgan bo'lsangiz, stalba quyayotganda damkratda tortadi o'zi asli. Bizda shunaqa o'rganib oldi. Asli bu Ghostda eski rossiyskiy stilda shunaqa bo'lgan oldin. Qizdirib cho'zgan. Qizdirib cho'zgan. Misol uchun 11 metrlik bega qo'yadigan bo'lsangiz, mana armatura bormi? Mana shuni qo'yinglar-da. Bitta ko'rsatib beraylikchi.
Endi armaturamiz yo'q, biz hozir sizga просто ko'rsatib bermoqchimiz. Gladki bu. Ha, gladki mana. Shunda qo'yildimi? Aytaylik 11 metr qo'ysangiz, kurchat qilganingizda tokni 3 minutda 5 sm ga cho'zadi buni. 11 metrli narsa mencha qo'shilib qoladimi? Ha, 5 sm qo'shiladi. Buni armaturadan ilgich qilib olinadi. Shundoq qo'lga ilgich bilan naryoqdan ilaydi shu. Qani? Qo'lda ilganda shundoq iladi, olib borib solaveradi. Ha, bu qizib cho'q bo'lib turadi. Ha, qizib cho'q bo'lib turadi. Ha. Tak, bu 11 metr, buni orasiga agnuporniy g'ishtdan terib chiqadi. Bu chunki 11 metrga qo'yadi. Ha, biz kalta qilib ko'rsatyapmiz hozir. Bu aytaylik 11 metr o yoqda turibdi. Ora mana armatura osilmasligi uchun. To'g'ri. Tak, g'ishtlar teradi. Eng tepasiga agnuporniy g'isht qo'yib qo'yadi. Ha, massa bermasligi uchun. Ha, endi qizish nisbati ham issiqroq turadi u g'isht. Ha. Keyingisini olib borib qo'yayotganda ham mana qizigan nisbatiga sal yordam beradi tezlashishiga. Chunki agnuporniy g'isht o'zini o'zi tez sovib ketmaydi-da. To'g'ri, to'g'ri. Mana buni bunday sursa, o'zi bo'ldi bu 11 metr. 9 metr. 9 metrga shunday sursa bo'laveradi. Hamma aqlli qilib ishlanibdi bu. Ha, bo'ldi bu. Endi o'rtada yig'ishlarni o'zlari kimga kerak bo'lsa, klientni o'zi terib qo'yib oladi. Mana uni 11 metrga to'g'rilaydi. Narigi boshini 11 metrga to'g'rilaydi. Ha. Mana bu uchun 11 metrga to'g'rilaydi. Bu endi qisqarib kelaveradi. 10,5, 9,5 qisqarib kelaveradi. Tushunarli. Juda zo'r. Shunaqa. Hamma yog'i kirchikari o'zi hisob-kitob qilib bo'lindi. Hisob-kitob qilib bo'lingan. Bu endi eski rossiyskiy stilda shu ishlagan, mana bu paragenerator ishlagan. Ha. Hozir ham ishlayapti. Muammosi yo'q. Tushunarli. Endi tokni 30 kilovatdan 5 soat yoqadi. 5 soat ichida o'rab pishgandan keyin salafani, ya'ni 2 soat turgandan keyin salafani ochsa bo'laveradi. Bu общий 9 soatda tayyor bo'ladi. 6 ta stalba tayyor bo'ladi. Bu qayerga ketyapti bu? Bu Tojikistonga bu. Tojikiston juda kuchayib ketyapti. Buni hozir biz istana qilmoqchi bo'lib o'zimizcha tok ulab qo'ydik. Ha. Birinchi bir ko'raylikchi, bir urali qanaqa bo'lar ekan dedik. Bitta yoqib ko'ring-da, ko'ramiz. Xalq ko'z o'ngida ko'rganimizda. Baklashkani yaqinroq ko'rsating. U qimillasa hisob. Holat mana. Voy, yoqqanimda qo'rqib ketmang dedilar. Aka, bunaqa ovozlar tagida katta bo'lganman dedim, bari qo'rqib ketdim. Xullas, o'ta dahshat. Ko'pchilik aytadi-da, mana qarang, ikkitasiga o'tadi deydi, vibratsiyada ikkoviga o'tadi, o'rtaga o'tmaydi dedi. Ha. Deydi ko'pchilik. Rastor solganda o'rtada kam bo'lib qoladi. Hozir baklashganimizni o'rtaga qo'ydik hozir, ko'rdingiz. Hozir bordi bu. Bu yana ham bir tarafdagi 5 ta motor bu. Bir taraf 5 ta ishlayaptimi? 10 ta. Jami 30 kilovat. 30 kilovat. Voy, dahshat ama. O'nidagilardan tok vardı ko'rgan bo'lsalaring. Ha. Ya'ni ichidagi rastor hammasini chayqatib, mashina qilib berar ekan, g'ovak. Vibratsiyasi zo'r bo'ladi inshaalloh. Zo'r. Endi gaplar. Narxini nima deymiz? Ya telefon qilishsinmi? Narxini endi kelishuv asosida bo'ladi. Uni hammasini to'liq aytsak bo'lmaydi endi. Telefon qilishsa bo'laveradi. Narxlarini aytamiz. 15 ming atrofida. Shunaqa o'zi общий komplekt 15 ming atrofida chiqsa kerak. Bo'laveradi. Aloqaga chiqasizlar, ta'minotda. Hozir akalar ko'ryapsizlar, mashina olib ham zararga sotaveryapsizlar. Bitta ishlab chiqarishni o'ylab qo'yinglar. Xudo xohlasa olib ketadi. Ayniqsa bu ishni oldin masalan kolsakalorni chiqarib yurgan, beton plita chiqarib yurgan odamlar olsa, bardurlar chiqarib yurgan odam olsa, va shu gullaydi, sirazi starttasizlar. Chunki sizlarda tajriba bor, klient bor, xomashyo bor. Короче, maksimum yo'q qolasizlarda. Olsalang bo'ldi shu. Yana bitta narsani eslatma qilib aytish kerak. Bu biznesga kirayotgan endi kattaroq biznesda endi bu. Albatta. Bu yerda beton zavodi bo'lmasa, bu biznesni yurgiza olmaydi. Mana bizda latogimizda, nimalarda, Kolsada, Rajonim kelib qoldi, ko'rishdik. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Maylimi videoga? Ha, olinglar. Assalomu alaykum, hojatda yaxshimisiz? Mishalka bilan oddiy mikser bilan qilib bo'lmaydi-da bu ishni. Ha. Rastorda yetkiza olmaydi. Ha. Beton zavodi bo'lsa yaxshi. Beton zavodi bo'lsa yaxshi. Chunki endi kubasi ham katta-da endi. Ha. Har bitta stalbaga ham paloncha rastor ketadi, to'g'ri. Beton zavodi borlar. O'zi katta mikserlari bor odamlar.
Mana shu rastvorni men yetkiza olmayman degan odamlar qilsa bo'laveradi-da endi. Go'zal. Lekin foydasi xudo xolasa endi akalar ishlab chiqarish bilasizlar-ku. 50 yillik qolaveradi. Kazlovoy kran, mastovoy kran deganlarga, misol uchun mana bu mastovoy kranni yasab qo'ydik. Kranni sal bu yoqqa bosib yuboring, Shuri. Shuhratbek, kranni men tomonga sal bosib yuboring. Buni yasab sotamizmi? Qiziqsa? Yo'q, qiziqqanlarga biz tayyor uстановкасini qilib beramiz. Hamma yo'g'ini kelishuv bilan bo'laveradi. Zo'r. Xohlasa materialni olib beradi, yasab beramiz. Xohlasa o'zimiz qilamiz. Ha, o'zingiz yasaganmisiz buni? Buni o'zim yasadim. Qoyil aka. Qoyil. Men zavodskiy narsada bo'ydim. Hamma yo'q o'zimizdan. Faqat bu yerda kitayskiy terfer olindi. Mana ramalari hammasini o'zingiz. Qoyil aka. 5 tonna ko'taradi hozir mana shu turishda. 5 tonna. Necha metr eniga bu hozir? Hozir 16 metr eni. 16 metrga 5 tonna. Bu zo'r aka. Qoyil. Buni ham kelishuv asosida shularni komplektatsiyani ichiga qo'shib qilib berishimiz bo'laveradi. Aynan shuni o'zi kerak bo'lsa ham aloqaga chiqishaveradi. Albatta. Bu balandligini, enini farqi yo'qmi? Farq yo'q. Qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Bo'laveradi. Vibrapress kolsa kolodis, bordurlar, latoglar, plitalar. Ashaqda ham bitta ko'rsataylikmi? Mayli ko'rsatamiz. Qani ashaqda bitta akalar. Doim bu ustaxonada olardik. Bu yoq qulluq bo'lsin aka, yana bir marta qo'shib olibsiz. Rahmat, rahmat. Juda go'zal. Endi keyingi rosa bemalol bo'lib qoldi. Endi sal kengaydi, xudo xohlasa. Keyingi kelishimizga tomon bitib qolar ekan, xudo xohlasa. Inshaalloh. Xo'p, mana bu tarafda ustakamizning vibrapresslarimiz hali ham yasalyapti. Vibrapresslar, bordurlar, bordur. Ichki chiqadigan kolsa kolodisda ichki chiqadiganlari. Aha. Mana bu nima bu? 2 kubalik badya. Beton tashiydigan badyamiz bu. Ha, yuradimi bu? Yo'q, kranda ko'tarib olib borib, rastvorda ikki yoqqa ochiladi, mana bu ochilib ketadi, rastvor tashiydi. Imенно shu stalbaga kerak bo'ladi bu ham. Ha. Qo'shimchasiga kerak bo'ladi. Unda oyoq turadigan joyi bor. Bu yerda ishlayapsizlar ekana? Ha, bu oyoqlikka pola bu. Nazorat qiladi. Qani men ham qaroray. Betonni olib borib to'kib beradi. 2 kuba bu. 2 kuba. Ha. Zo'r, katta narsa bo'lar ekan 2 kuba ham. Ha. Yani LK35lar, L9lar, L5lar, LK35lar shunaqa. Mana paddonlari, lazer, plazma rez ishlayapti. Plazma rez bo'playapsizmi? Ha, endi oson bo'lib qoldi ancha. Zo'r. Shunaqa aka. Mana shunaqa gap akalar, kimga metaloformalar bo'yicha nima kerak bo'lsa, ustakamizga murojaat qilaverasizlar. Go'zal holatda kesib berasiz ekan. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.